Salom hammaga. Bugun uy restoranimizda uyg'urcha dapanji. Do'konga chiqib keldim. Kerakli masalliqlarni olib, tovuq go'shtimiz muzlatilgan ekan. Shuning uchun salafan paketi bilan birga tog'oraga issiq suvga solib qo'ydim. Muzlari tezroq erib turishi uchun. Ungacha esa magazindan xarid qilgan muzdekina kokteyl ichib oldim. Dapanjiga ishlatiladigan kerakli mahsulotlar, produktlarni tayyorlab, belgi fartuklarni mahkam bog'lab, ishga kirishdim. Birinchi o'rinda masalliqlardan oldin qattiqqina xamir qorib qo'yish kerak. Manpar xamiriga o'xshatib. Mana xamirlarni ham o'rab qo'yib, keyingi ishimiz kartoshka piyozlarni artish bo'ldi. Dapanjiga ishlatiladigan o'zini pripravalari bor. Shulardan foydalanamiz. Tovuq okorochkalarimiz muzlari erib bo'lgandan keyin 3-4 bo'lakka bo'lib chiqamiz. Qizib turgan yog'imizga katta osh qoshig'ida shakar solib olamiz. Uni karamel bo'lgunicha kapkir bilan aralashtirib poylab turamiz. Mana shakarlar karamelga aylandi. Tovuqlarni ham birdaniga sovuramiz. Uni yaxshilab qovurib, ketidan piyoz, kartoshkalarni ham sovuramiz. Qolgan masalliqlarni sariq, qizil bolgarskilarni to'g'rab, qozonimizga so'yeviy souslarni solib, o'zini pripravalarni ham solib, tomatdan 2 qoshiq solib, uni yaxshilab qovurib, ketidan to'g'ralgan kartoshkalarni solib, uni ham yaxshilab qovuramiz, aralashtirib, keyin dimlab qo'yamiz. Mana xamirlarimiz ham yaxshi tinibdi. Qahvoni xamiriga o'xshash yog'lab, pilta qilib qo'yamiz. Dapanjimiz ungacha qaynab, uni yana bir bora dimlab qo'ydim. Qizlajonlar dapanjini xamirini bir xilgila tayyor. Kazakskiy jayma xamirlardan foydalanishadi. Men esa uyimda o'z qo'lim bilan tayyorlayman. Dapanjimiz kartoshkalar pishgandan keyin qolgan masalliq, pomidor, bolgarskilarni ham qo'shib aralashtirib yuboramiz. Navbat yana xamirga, xamirlarni yaxshilab cho'zib, alohida qozonda qaynab turgan tuzli suvimizda yaxshilab pishirib olamiz. Xamirlarni sal uzoqroq pishiramiz, chunki dapanjini xamiri sal qalinroq bo'ladi. Pishgan xamirlarni taxtaga solib, ularni 3-4 taga bo'lib qo'yamiz. Olib yeganda qulay bo'lishi uchun. Mana uyg'urcha dapanjimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlarga va bizlarga yoqimli ishtaha. Doim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying va men bilan yangicha retseptlarni o'rganib borasiz. Hamda tikish bichishlarni ham sirlarini o'rganib borasiz.